Sayyidul istig'for. Istig'forlarning sayyidi qaysi? Imom Buxoriy rivoyat qilgan Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Sayyidul istig'for Allohumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu zikrni o'rgatib turib aytdilarki, kim shuni kechda aytsa va tonggacha vafot etsa jannatga kiradi. Kim tongda aytsa, kechgacha vafot etsa jannatga kiradi dedilar. Demak, bu sayyidul istig'for ertalabki va kechki zikrlardan doimo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ertalabki va kechki azkarus sabah val masa deyiladi, zikrlardan hisoblanadi. Ma'nosi: Allohim, sen meni Robbimsan. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen meni yaratding. Men seni qulingman. Senga bergan va'damda va ahdimda qo'limdan kelganicha turibman. Qilgan narsalarimning yomonidan seni noming bilan panoh so'rayman. Sen menga bergan ne'matlaringga iqror bo'ldim. Gunohlarimga iqror bo'ldim. Meni gunohlarimni kechir. Sendan boshqa gunohlarimni kechiradigan zot yo'q.